jo'shqindan jo'shayapti. Hamma iloyim hamisha mana shunday jo'shqinlik sizlarni tark etmasin azizlar. Mana hozir prizlarimiz ham bor. Yana Shodliqjonning Shodliq amakisining nomidan maqsadning bitta aroq bilan bitta kola prizga qo'yildi. Quvonch amakisining nomidan 50 ming manat pul prizi. Tilla bobosining nomidan 50 ming manat pul prizi. Bu egalarining nomidan ham bu egalarining nomidan ham 300 ga yaqin priz kelib tushdi. Mana shu prizlarni ham hozir topshiramiz. Undan oldin so'zlaydigan mehmonlarimiz bor. Shu oshna do'stlari ismlarini bellamay qolibman. Oshna do'stlari. Renatning oshna do'stlari kelingizlar. Marhamat. Do'sting bo'lsa, teng bo'lsa, yurak bag'ri keng bo'lsa, ham hayotda ijodda sening bilan teng bo'lsa deb mana shu do'stlar aziz mehmonimiz Guldasta do'stlari tabriklaydi. Marhamat. Assalomu alaykum uzoqdan yaqindan kelgan mehmonlar. Men bugun akşam maqsadlardan bir yoshga yaqin. Nasib bo'lsa anneya vechirlarda, film to'ylarda o'tirmoq nasib. Benat Nanzarning qo'shakari oshnasimiz ayrilmay, hamma to'yda qatnashar. Siz bilan rahmat. Sen tog'amiz bor, oshnasidan rahmat. Do'stligingiz abadiy bo'lsin. Hamisha do'stlar eng yaqin qadrdon bo'lib, do'st bo'lsang yonimda qol degan do'stlar bo'lingizlar. Marhamat, sovg'alarni topshiradi. Qabul qilingizlar. Yana so'zlaydiganlar bormasa bellatingizlar. So'zlaydiganlar qolib ketmasin. deb to'yni davom ettiramiz. Yubileyimizning sha'niga eng go'zal tilaklar. Yor Allohim madadkor bo'lsin. Mana shu tog'alaridan Nozigul chechasi tabriklaydi. Tog'alarning hamma yaxshi tilaklarini jamlab, marhamat. Mana bugun akşam opam bilan Jizamning xonamida katta to'y. Men shu to'yning sababchisi bo'lgan Maqsad ukamizni ham tug'ilgan kunlari bilan qutlab qolaman. Shularning oshxonasida hamsha ustunlik orzu qilaman. Norboyevlar nomidan tayyorlangan sovg'amizni topshirishga ruxsat bersangiz. Rahmat, Norboyevlar nomidan tayyorlangan sovg'a to'ygalar o'rtaga taklif qilinadi. Marhamat. Muzika. Endi bo'lsa, so'zlaydiganlar yo'q bo'lsa, prizlarni topshirmoqchi edik. Mana to'y egasining nomidan, Renajoning nomidan 250 ming manat priz qo'yildi, ishni o'zining atidan. Undan boshqa qo'yilganlari kelinning atidan qo'yilgan edi. Hozir shu prizlarimizni topshirmoqchimiz. Shu yerda super prizlarimiz bor. Davramizga taklif qilamiz. 150 ming manat super priz Farhod kursdoshiga. Farhod marhamat kursdoshi ekan, qani o'rtaga taklif qilamiz. Yana ham ishkarlardan Sadriddin degan ukamizga 100 ming manat pul prizimiz bor. Marhamat, o'ynab, jo'shib prizlarni moli. Muzika ham zo'rdan bo'lsin. Super priz olganlar, значит, eng zo'r o'yinchi bo'lmoqli. Marhamat, Shamsiddin. Fakat sen katta qaytdim bir jo'shib o'ynab yurman eding deydi. O'sha priz olgandan keyin.
Marhamat. Shamsiddin, muzika. Marhamat. Mana endi yana ham prizlarimiz bor. Laboratoriya ishkorlaridan Mavluda, Shohla, Nazokat singillarimiz. Marhamat. Sizlar uchun prizlarimiz qabul qiling. Mana yana ham prizlarimizdan Malika yangalari, Hadicha yangasi, Zuhra yangalarini taklif qilamiz. Shu bilan birgalikda Barakat singlimizni taklif qilamiz. Yana ham nolog ishkorlaridan Ruhiya singlimizni taklif qilamiz. Yigitlar uchun bo'lsa bir shu aroq zakiskamiz bilan nolog ishkor yigitlariga. Marhamat, prizlar qabul qilingizlar. Hozir aytganlarimiz qani? Yangajonlar, Barakat singlimiz, Ruhiya Başlayalım uzun zakiskasını araktan açalım. Yana so'zlaydiganlar bormi? Mehmonjonlar. Bo'lmasa hozir hamma oyog'i qizib turibdi. Birdan o'yin shodligimizni davom ettiramiz. Navbatni yana ham san'atkorlarimizga beramiz. Har bir ota-ona farzand ulg'aytirib Море пляшет, так вкусно, будь со мной окунутой.
Bunlar da